Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, Farg'ona shahar Oqar mahallasi SMChasti. Ana o'sha SMChas. Kirganda mana shu yer sotilyapti. Uchastka o'zi bat 8 sotik 5 mingdan bo'lganda 8 sotik 40 ming bo'lyapti. Mana shu 25 ming dollar pul ketgan ekan. 65 ming dollar deyapti. Ozmoz kami bor. Agar qiziqqanlar kelib olishlari mumkin. Agar pul deysizmi, kvartirami, bartermi, gap ko'ramiz g'ijib-g'ijib. To'laboy aka, nima deyapti? Bir ko'rib qo'yasizmi? Olmaysiz-ku, ko'rib ko'rasiz. Qarang. Dual chekkasi 8 sotikli yer. 2 qavatga moslangan. Sveti, suvi, gazi bor. Hujjat tayyor. Xohlang 2 ga bo'lib oling, xohlang bir kishi olib, 2 qavatga solib, tarsalatib remont qilib yashashga nima yetsin. Koridor. Bu tomonda oshxona qilasiz, bu tomonda mehmonxona qilasiz. Qarang. O'tdan ag'ni sanuzel qilasiz, bu yerdan ag'ni sanuzel qilasiz. Bag'ay katta xona. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz desak, zinasi yo'q, chiqamaymiz. Mana shu yerga zina qiladi, cho'tka qilib. Ikkinchi qavatga ham qilsa bo'ladi. Beton sertifikat zo'rdan qilingan. G'isht aytayapti, sho'ri yo'qni, qimmatini qilganman deyapti. Endi ko'rasiz kelib. Farg'ona shahar Oqarda bo'lyapti, SMChasti oldida 8 sotik 2 qavatlikka moslangan qurilish tugatilmagan yer sotilyapti. Narxi 65 ming dollar deyapti. Ozmoz kami bor. Qiziqqanlar pastga nomer qo'ying barakaga. Xohlang menga qiling, xohlang o'zi oqtarib topib, egasini topib olaverasiz. Farqi yo'q. O'zim qo'shimni uyi. Baribir eshitaman olganingizni. Aqadan joy bor ekan. Mijozlar, bu mahallasi mana. Qarang. Mana xonadon, mahalla mana. Bu turgan duvori. Shunday bu tomonga borganingizda bu tomonda SMChas. Tuyashiga 20 znakdan 10 ga kirasiz. Birinchi mahallada mana shu joylashgan mana. Qiziqqanlar pastga nomer qo'ying barakaga. Xohlang menga qiling, xohlang egasi qiling. Muammo yo'q. Shunday sotilyapti ekan. Uyda doim ag'riq suvdadi. Gazi bor, suv bor, svet bor. Yani nima kerak? Faqat yashash kerak xolos.